Assalomu alaykum. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmaganingizdan man xursandman. Mani ismim Dilorom. 15 yildan beri xirurg, ortoped, stomatolog bo'lib ishlab kelmoqdaman. Va shu vaqt oralig'ida 5 mingdan ortiq insonlarga uyalmasdan chiroyli tabassum qilishlariga va qiynalmasdan mazza qilib ovqat yeyishlariga o'z hissamni qo'shib kelyapman. Menga odamlar kelganda eng ko'p beradigan savolligisi implantatsiya to'g'risida. Bu implant sening ichiga kiradi, og'rimaydimi? Implantlar bitguncha man tishsiz yuramanmi? Va eng ko'p berishadigani bu implant rak kasalligini chaqirar ekan. Shu rostmi? Va yana narxi qancha? Shu savollarni juda ko'p berishadi va bu savollarning tug'ilishi tabiiy. Chunki bizada insonlar mutaxassis bo'lmagan insonlardan gaplarni eshitib olishadi yoki ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan noto'g'ri ma'lumotlarni ko'rib, eshitib, shundan xulosa chiqarishadi. Men o'z tajribamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, implant bu titan. Inson organizmiga moslashadigan, hattoki yurak protezlarida ham qo'llaniladigan, inson organizmi rad etmaydigan material hisoblanadi. Eng ko'p tarqalgan qo'rquvlardan biri bu implant rak chaqiradimi? Butun dunyo Sog'liqni saqlash vazirligi har xil tadqiqotlar o'tkazib shuni tasdiqlashganki, implant bilan rakka umuman aloqasi yo'q. Implant hech qachon rak chaqirmaydi. Bu 100% noto'g'ri fikr. Keyingi qo'rqinchli savol bu implant suyakni yemiradimi? Bu ham juda ham noto'g'ri fikr. Aksincha, agar tishi olib turib, o'rniga sraz implant qo'yadigan bo'lsak, o'shanda suyaklar yemirilmasdan tish qatorlari ham chiroyli bitib, suyak yemirilishi oldi olinadi. Bu implant naborot suyak yemirilishini oldini olishga xizmat qiladi. Hozirgi paytda kelgan eng ko'p patsientlar so'raydigan savol bu implant qo'ydirganimdan keyin qancha payt tishsiz yuraman? Chunki hammamiz ishlaymiz va odamlar bilan muloqotimiz bor. Shuning uchun shu savol eng ko'p beriladi deb ayta olaman. Hozirgi zamonaviy stomatologiyada почти tishsiz yurilmaydi. Oldin u misol uchun koronkalar qilinadigan bo'lsa ham tishlar chaqlab qo'yilib, shu bilan ancha payt insonlar tishsiz yurishardi, ovqatlanishga, muloqotga qiynalishardi. Hozirgi zamonaviy stomatologiyada umuman tishsiz yurilmaydi. Tishlar chaqlanganda ham o'sha kunni o'zida vaqtinchalik koronkalar bilan chiqib ketishadi. Implantatsiyadan so'ng bo'lsa, uzog'i 2 kunda временный koronkalar qo'yib beramiz va implantlar suyagi birikib bo'lgandan keyin doimiy koronkalar qo'yib beramiz. Eng asosiy savollardan biri bu qanaqa implant tanlash kerak? Implant tanlayotganda 3 ta omilga e'tibor berish kerak. Birinchi omil implant ishlab chiqaruvchi mamlakat va brend ishonchligi. Hozirgi paytda Koreya, Shvetsariya, Germaniya va Italiya brendlari o'z o'rnini topgan va odam sog'lig'iga zararsiz ekanligi isbotlangan. Men hozirgi paytgacha Koreya, Shvetsariya, Italiya va Germaniya brendlaridan foydalanib kelganman va hali 10 yildan beri meni hech ham uyaltirmagan, Xudoga shukr. Agar bular narxiga to'xtaladigan bo'lsak, koreyskiy implantlar hozirgi paytda $300-350. Italiya brendi asosida ishlab chiqarilgan implantlarimiz $400. Shvetsariya implantlari bo'lsa $800 qilib belgilangan. Ikkinchi omil bu suyak holati. Har bir bemorimiz individual inson hisoblanadi va suyakni zichligi, suyakni holati va bemor umumiy holatiga qarab implant turi belgilanadi. Bizga konsultatsiyaga kelganingizda 3D rentgen qilamiz va suyak holatini, zichligini ko'rib, sizlarga har bir bemorga individual plan lecheniya tuzib beriladi. Uchinchisi, eng asosiy omillardan biri bu tajriba. Agar zo'r implant qo'yib qo'ysangiz ham, zo'r implantlar bilan ishlansa ham, vrach tajribasi yetarli bo'lmasa va zamonaviy texnologiyadan foydalanilmasa, baribir implant bitishi yo juda ham qiyin bo'ladi, shishadi, ko'karadi, og'riqli bo'ladi yoki umuman bitmay qolishi ham mumkin. Insonni vrachcha tajribasi juda ham muhim. Implantatsiya o'zi O'zbekistonga kirib kelganiga juda ham ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Men implantatsiyani boshlaganimda bu ayol kishi qiladigan ish emas degan tanqidlar juda ham ko'p bo'lgan. Hattoki leksiyalarda hammasi erkaklar bo'lib, bitta men ayol kishi bo'lib, uyalib bir malaka oshirgan paytlarim ham bo'lgan. Lekin hozirda
eng malakali ayol implantologlardan biriman deb bemalol ayta olaman. Agar sizlarga og'riqsiz, tajribali va ishonchli ayol implantologlar kerak bo'lsa, bizani sahifamiz aynan sizlar uchun. Agar ushbu videodan so'ng o'zingizlarga foydali bir ma'lumot olgan bo'lsanglar va o'zingizlarni qiziqtirgan savolingizga javob topgan bo'lsanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Va bo'ldi, men tushundim, menga implantatsiya xizmati kerak deydigan bo'lsanglar, pastda havola qoldirganmiz va shu havola orqali o'tsangiz, biz o'zimiz sizlar bilan bog'lanamiz.